Shirinliklardan voz kecha olaman, lekin yog'likkina go'sht jon u dilim. Oza olamanmi? Keto diyeta yoki ketozda ozish. Diqqat! Har qanday diyetani boshlashdan oldin shifokoringiz bilan albatta maslahatlashib oling. Haliyam yo'riqchani bosmadingizmi? Eslatib qo'ydim va davom etamiz. Keto diyeta o'zi nima va unda haqiqatdan ham ortiqcha vazndan xalos bo'lish imkoniyati bor? Ha, bor. Avvalambor nimalar iste'mol qilish mumkin va mumkin emas? Shundan boshlaymiz. Videoni boshida aytganimdek, yog'liqqina taomlarni xush ko'ruvchilar uchun keto diyeta ayni muddao bo'la oladi. Ratsionimizda 70% yog'lar, 20% oqsillar, uglevodlar foizi 5 yoki 10% bo'lishi kerak. Mumkin va mumkin emas bo'lgan mahsulotlar ro'yxati orqali soddaroq qilib tushuntirib beraman. Demak, bizga mumkin bo'lgan mahsulotlar: go'sht, sut mahsulotlari, tuxum, sabzavotlar, yong'oq, ko'katlar, yog'lar va diqqat qiling, shirin bo'lmagan meva turlari. Non va non mahsulotlari umuman mumkin emas. Kasha yoki o'zbek tilida aytganda bo'tqalar, shirin mevalar, yukkakli mahsulotlar, sabzavotlardan esa kartoshka, avlagi, jo'xori, sabzi, asal, shakar, siroplar ham mumkin emas. Gazirovka ichimliklari, har xil turdagi soklar, alkogol. Eng muhim savolga yetib keldik. Keto diyetada nimalar hisobiga oziladi? Organizmingiz uglevodlar va shakarlar kamaygan ratsionga moslashib oladi. Keyin esa ketoz jarayoni boshlanadi. Ketoz jarayoni davomida siz jigar va teri ostida jamg'arib qo'yilgan yog'larni erita boshlaysiz va shuni hisobiga ortiqcha vaznlar keta boshlaydi. To'g'ri kirib olinganda 10 kunlik muddat ichida siz 3 kilo, 4 kilo, 5 kilo va 10 kilogacha bo'lgan vaznni bemalol tashlay olasiz. Lekin bu dietada ham o'ziga yarasha plyus va minuslari bor. Davomi keyingi qismda. Yurakcha bosib obuna bo'ling. Farangiz bilan ozish oson.